Endi mana shu o'rgangan ma'lumotlarimizga ko'ra ba'zi bir misollarni yechib chiqamiz. Masalan, birinchi misol shartida aytilyaptiki, chizg'ichni uzuq chiziq yoniga qo'yib, chiziq ustidan ruchka bilan chizing. A nuqtadan o'tuvchi bitta to'g'ri chiziq hosil bo'ldi, to'g'rimi? A nuqta orqali o'tuvchi yana 3 ta to'g'ri chiziq chizing. Demak, mana bu A nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq chizishimiz kerak ekan. Mana chizg'ichingizni qo'yasiz, mana shu A nuqtaga va chizib olasiz. Mana bitta to'g'ri chiziq chizdik. Demak, endi sal boshqacharoq qo'yib, ustidan, ya'ni A nuqtadan o'tadigan qilib, yana chizamiz. Mana. Demak, A nuqtadan o'tuvchi yana bitta to'g'ri chiziq hosil bo'ldi. Va endi yana sal boshqacharoq qo'yamiz chizg'ichni va o'shanda bizda yana bitta to'g'ri chiziq o'tyapti A nuqtadan. Demak, xulosa qilsak bo'ladiki, bitta nuqtadan xohlagancha to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin ekan. Tushundingiz-a? Mana bitta nuqtadan 3 ta o'tkazdik, xohlasak yana bitta o'tkazamiz 4 ta va xohlasak yana bitta o'tkazamiz 5 ta va xuddi shu tartibda istagancha o'tkazishimiz mumkin ekan. Tushundingiz-a? Endi e'tiboringizni keyingi misolga qarating. Ikkinchi misol shartida aytilyaptiki, A va B nuqtalar orqali o'tuvchi to'g'ri chiziq chizing. Shu ikkala nuqtadan o'tuvchi yana bitta to'g'ri chiziq chizsa bo'ladimi deb savol beribdi. Demak, birinchi A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq chizib olishimiz kerak ekan. Mana chizg'ichingizni shunday qo'yingki, u A nuqtadan ham B nuqtadan ham o'tsin. Qo'ydingizmi? Endi men bilan birgalikda chizing. Mana A va B nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq chizdik. Endi yana davomida aytayaptiki, misolning shartida A va B nuqtadan o'tuvchi yana bitta to'g'ri chiziq chiza olasizmi deyapti. Qani harakat qilib ko'ramiz. Masalan, endi bu chiziqdan farqli bo'lishi uchun chizg'ichimni A nuqtaga qo'yaman va A nuqtaga qo'yib chizib yuboradigan bo'lsam, B dan o'tmay qoldi-ku. Endi B dan chizib ko'ray qani. Mana chizg'ichimni B ga qo'ydim va B dan chizyapman. Yana A dan o'tmayapti. Demak, A va B dan o'tishi uchun men chizg'ichimni yana birinchi chizganimdek qo'yishim kerak ekan. Bundan nima xulosa qilsak bo'ladi? A va B nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq o'zi bitta ekan. Agar yana bitta chizmoqchi bo'lsam, A va B ning ustidan o'tib qolyapti yana. Ya'ni birinchi chizgan chizig'im bilan ustma-ust tushib qolyapti. Demak, A va B dan o'tuvchi boshqa to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin emas ekan. Demak, shunday xulosa qilsak bo'ladiki, ikkita nuqtadan faqat bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin ekan. Tushundingiz-a? Demak, buning javobi chizsa bo'ladi yoki yo'q. Ikkita nuqtadan faqat bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin ekan. Qaysi biri bo'ladi? Mana bunisi bo'ladi. Endi e'tiboringizni 10-misolga qarating. Shartida aytilyaptiki, A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqni A nuqtadan boshlanib S nuqtadan o'tuvchi nurni B va S nuqtalar bilan chegaralangan kesmani chizing. Demak, masalaning shartida aytilyaptiki, A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqni. Demak, mana A va B dan o'tyapti. Demak, biz bundan to'g'ri chiziq hosil qilishimiz kerak. Va A nuqtadan boshlanib S nuqtadan o'tuvchi nur B va S nuqtalar bilan chegaralangan kesma chizishimiz kerak. Mana B va S orqali chegaralangan kesma chizishimiz kerak. Endi men chizgan chizmaga qarang. Bu yerda uchalasi ham nima bo'lib qoldi? Bir xil bo'lib qoldi. Bu uchalasi ham hozir kesma bo'lyapti. To'g'ri chiziq, kesma, nur, ularning bir-biridan farqi nimada edi? Hozir men A, B to'g'ri chiziqni hosil qilishim kerak. Mendagi chizmada esa u kesma bo'lib qolgan. Chunki kesma chegaralangan bo'lar edi, to'g'ri chiziq esa boshidan ham, oxiridan ham chegaralanmagan bo'lar edi. Demak, men hozir A nuqtani davom ettiraman, undan o'tuvchi to'g'ri chiziqni, B dan ham to'g'ri chiziqni davom ettiraman.
Endi bu nima bo'ldi? To'g'ri chiziq bo'ldi. A'si esa nur bo'lsin degan. Demak, bu yerda nurning qoidasi nima edi? Eslaymiz. Ha, mana bu A'sini nur qilishimiz uchun A nuqtani belgilaymiz va buni davom ettiramiz. S'dan o'tuvchi to'g'ri chiziqni davom ettiramiz. Demak, nur bo'lishi uchun boshlang'ich nuqtaga ega bo'lish kerak va oxiri bo'lmasligi kerak. Shuning uchun endi bu nur bo'lib qoldi. Mana A'si nur va bizdan B va S nuqtalar orqali kesma hosil qiling degan. Chizmamizda esa shundoq ham kesma turibdi. Chunki kesma boshlang'ich va oxirgi nuqtalarga ega edi. Demak, B'si kesma bo'ldi. Tushundingiz-a? Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.